Tug'ma karlikning shifosi topildi. Bu tibbiyotda katta burilish. FDA gen terapiya ma'lumotlarini ochiqladi. Unga ko'ra ichki quloqga dori yuboriladi. Oddiy qilib aytsak, o'sha ishlamayotgan genni o'sha dori borib nosozligini sozlaydi va buni natijasida bu kletkalar avval qilmayotgan ishini, ya'ni bosh miyaga signal yuborishni boshlaydi. Buni natijasida bolajonlar eshitishni boshlaydi. 80% bemorlarda eshitish anchagina yaxshilangan. Lekin keling haqiqat ko'ziga qaraylik. Bu faqatgina atof genini mutatsiyasida ishlaydi. Bu esa 2-8% bemorlar degani. Lekin bizni xursand qiladigan ma'lumot shuki, 10 yil oldin hammamizni qo'limizda knopishli telefonlar edi. Hozir qarang, sensorli telefonlar. Xudo xohlasa kelajakda boshqa gen mutatsiyasi bilan bo'lgan karliklarga ham shifo topiladi. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling va bu videoni hammaga tarqating.